Diqqat aholiga tezkor xabar. Mamlakatda endilikda barcha 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga har oy davlat nafaqasi beriladi. Barcha ota-onalar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qirg'izistonda 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga davlat nafaqasi beriladi. Bu haqida prezident Sadir Japarov tegishli farmonni imzoladi. Qayd etilishicha, mamlakatdagi har yoshgacha bo'lgan bola oyiga 1200 so'm, taxminan 13-14 dollar oladi. Bu daromad darajasidan qat'iy nazar har bir oilaga joriy qilinadi. To'lovlar 2026-yil 1-iyundan boshlanadi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, Qirg'izistonda 3 yoshgacha bo'lgan taxminan 445 ming bola yashaydi.